Iffat serialining 63 qismi 24-dekabr 2025 kuni soat 20 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi va bu qism tomoshabinlar uchun yana bir kuchli hissiy sinov bo'lishi aniq. Voqealar rivoji oddiy melodramadan ancha kengroq ma'noga ega bo'lib, or, sadoqat va muhabbat tushunchalarini chuqurroq ochib beradi. Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar orqali sinovdan o'tmoqda. Ularning yo'li oson emas, har bir qaror, har bir sukut ortida ichki kurash va og'riq yashiringan. Serialning eng katta yutug'i shundaki, u qahramonlarni ideallashtirmaydi, ular adashadi, ikkilanishadi, lekin aynan shu holat ularni tomoshabinga yaqinlashtiradi. Bu qismda muhabbatning haqiqiy kuchi savol ostiga qo'yiladi. Sadoqat faqat so'z bilan emas, balki amalda namoyon bo'lishi kerakligi aniq ko'rinadi. Rejissura, musiqiy yechim va aktyorlar ijrosi voqealarning ta'sirchanligini yanada oshiradi. Har bir sahna o'ziga xos ma'no bilan to'ldirilgan. Iffat o'z uslubiga sodiq qolgan holda, murakkab ruhiy holatlarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtira oladi. 63 qism bu syujetdagi muhim burilish nuqtasi bo'lib, tomoshabinni chinakam muhabbat qanchalik mustahkam bo'lishi mumkinligi haqida o'ylashga majbur qiladi.